Boshlanishida obuna bo'ling deb aytaman, chunki Avtomashina Channel sizga eng yangi elektromobil texnologiyalari, samarali dizaynlar va yuksak darajadagi haydash taassurotlarini olib keladi va har bir tomoshabin uchun foydali ma'lumotlar taklif qiladi. Bugungi video Tata Hypernova F2026 haqida va bu elektromobil bozorida kelayotgan eng e'tiborli modellardan biri sanaladi. Ushbu avtomobil yangi platformada yaratilgan, aerodinamik kuzov, keng salon, uzoq masofaga yurish imkoniyati va energiya tejamkor tizimlari bilan ajralib turadi. Tashqi ko'rinish futuristik, lekin amaliy, chiziqlar silliq, shamol qarshiligi past. Bu esa energiya sarfini kamaytirishga yordam beradi. Avtomobilning old qismi LED farlar bilan, orqa qismi esa yassi chiroqlar va toza shakllar bilan jihozlangan. Bozor talabiga mos, zamonaviy va chaqqon tasavvur uyg'otadi. Tata Hypernova F2026 elektr mexanizmi yuqori samaradorlikka ega va kuchli tork tufayli tezlanish silliq va jadal sodir bo'ladi. Batareya tizimi uzoq muddatga yetadi. Ishlab chiqaruvchi tomonidan aytilishicha, to'liq zaryad bilan yuzlab kilometr masofani bosib o'tish mumkin va real hayotda ham bu ko'rsatkich barqaror bo'lishi kutiladi. Zaryad texnologiyasi tez, uy sharoitida yoki tez zaryad stansiyalarida vaqtni tejaydi. Energiya qayta tiklash tizimi tormozlash vaqtida energiyani yigadi va bu masofani yana oshiradi. Batareyalar xavfsizlik va sovutish tizimi bilan himoyalangan, yuqori haroratlarda ham barqaror ishlaydi. Dvigatel jim, tebranish deyarli yo'q va harakat silliq. Xavfsizlik tizimlari zamonaviy standartlarga mos. Avtopilot yordamchi funksiyalar, adaptiv kruz nazorat, yo'l belgilarini tanish, avtomatik tormoz, orqa kamera, park sensori va yon ko'rinish tizimlari mavjud. Salon ichida airbaglar, mustahkam karkas va elektron barqarorlik nazorati haydovchi va yo'lovchilarni himoya qiladi. Multimedia tizimi katta sensorli ekran orqali boshqariladi. Navigatsiya, ovozli buyruqlar, Bluetooth, Wi-Fi, telefon integratsiyasi, video. Salon materiallari sifatli, yumshoq plastik, ekologik mato va yengil rang kombinatsiyasi bilan yoqimli muhit hosil qiladi. Old o'rindiqlar qulay, elektr sozlanadigan, isitish va sovutish funksiyasi mavjud bo'lgani sababli uzoq safarlarda ham charchoq sezilmaydi. Orqa o'rindiqlar keng, oyoq uchun joy bor, bagaj bo'limi esa kundalik ehtiyoj uchun yetarli. Iqlim nazorati 2 zonali, havoni tez sovutadi yoki isitadi. Filtr tizimi chang va hidlarni ushlab qoladi. Haydovchi paneli raqamli, barcha ma'lumot aniq, LED ko'rsatkichlar bir qarashda ko'rinadi. Shassi mustahkam, burilishlarda barqarorlik yaxshi, amortizatsiya yumshoq. Hypernova 2026 oilalar uchun ham, yosh haydovchilar uchun ham ajoyib tanlov bo'lishi mumkin. Obuna bo'ling, like bosing, fikrlaringizni yozing va Avtomashina Channel yana ko'p elektromobil sharhlarini olib keladi. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqing. Kanalimiz siz bilan birga, boshlanishida obuna bo'ling va yakunda ham obuna bo'ling deb eslatamiz. Yana ko'rishguncha. Baribir.